Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Durus bir kitobi 3-dars 17-betda kelgan mashqlar. Tamarin mashqlar. Iqro vaktub ma'a dabti awakhiril kalimat. Iqro o'qi va uktub yoz ma'a bilan birga dabt oxiriga i'rob qo'ymoq, harakat qilib aniq qilmoq. Ma'a dabt harakat qo'yib, awakhir oxirlar, kalimati kalimalar so'zlar. Iqro vaktub ma'a dabti awakhiril kalimati. So'zlarning oxirlariga harakat qo'yib o'qing va yozing. Birinchi misol al-babu, keyingisi at-tajiru, an-najmu. Shunday qilib o'zingiz mustaqil qolganini bajarasiz. Ikkinchi mashq imla il-firogha fima yali bi wad'i kalimatin munasibati. Imla to'ldir, al-firogh bo'sh joy, firog'odagi fatha ga yoki n qo'shimchasi fima yali ikkalasi birgalikda quyidagi bi bilan orqali vada qo'yish, bivada birgalikda qo'yib, kalimatin so'z, munasibatin munosib mos so'z. Imla il firog'a fima yali bivad'i kalimatin munasibatin. Quyidagi bo'sh joylarga munosib so'zni qo'yib to'ldir. Soddaroq bo'lsa, quyidagi bo'sh joylarga munosib so'zni qo'yib to'ldiring, ya'ni gap tuzing. Birinchisi g'oniyun, boy. Bu yerga tijoratchini qo'ysak, at-tajiru g'oniyun, tijoratchi boy bo'lib gap tuziladi. Yana e'tibor berishimiz lozim bo'lgan masala, gap kim yoki nima haqida ketsa, ya'ni gapning egasi ma'rifa bo'lishligi lozim. Shuning uchun ham siz keltirgan munosib so'z ma'rifa shaklida aliflomlik bo'lishi lozim. Keyingisi hulun, shirin. Nima shirin bo'lishi mumkin? Masalan, shakar so'zini olsak, as-sukkaru hulun, shakar shirin deb ma'rifa holda aliflomlik holda keltirib gap tuzib to'ldirasiz. Qolganlarini o'zingiz mustaqil bajarasiz. 3-mashq kitobning 18-sahifasiga, 18-betiga to'g'ri keladi. Ixtar kalimatan minal qoimati ba tunasibul kalimata allati fil qoimati alif. Ixtar tanla, kalima so'z, oxiridagi fatha n qo'shimchasi, min dan, al qoimati ro'yxat, ustun, jadval. Uchalasi ham to'g'ri kelaveradi. Jadval desangiz ham, ro'yxat yoki ustun desangiz ham bo'laveradi. Qo'sh tirnoq ichida ba harfi. Tunasibu masdari mos kelmoq, kalimata so'z, oxiridagi fatha n yoki ga qo'shimchasi allati bo'lgan, fi biror narsani ichida degani, al qoima ro'yxat, ustun, jadval. Qo'sh tirnoq ichida alif yoki a. Ixtar kalimatan minal qoimati ba tunasibul kalimata allati fil qoimati alif. Ba ro'yxatdan alif ro'yxatni ichida bo'lgan so'zga mos keladigan so'zni tanla. Bu yerda mos keladigan dedik, gan qo'shimchasini qo'shdik, chunki kalimaga sifat bo'lyapti. Ya'ni soddaroq qilsak, ba ro'yxatda kelgan so'zni biz tanlaymiz alif ro'yxatda kelgan so'zga mos keladiganini. Masalan, birinchi misol at-tolibu, talaba. Talaba nima bo'lishi mumkin? Lazizun, lazzatlimi, maksurun, siniqmi, thaqilun, og'irmi, maftuhun, ochiqmi, maridun, kasalmi, harrun, issiqmi. Talabaga mos keladigan bu yerda kasal so'zi at-tolibu maridun, talaba kasal. Ikkinchi so'z dukkanun, do'kon nima bo'lishi mumkin? Lazzatlimi, siniqmi, og'irmi, ochiqmi, issiqmi. O'zingiz mos keladigan so'zni tanlab gap tuzib qolganini mustaqil bajarasiz. Keyingi mashq kitobning 20-sahifasiga to'g'ri keladi. Tamarin mashqlar. Iqro'il kalimatil atiyata waktubha mura'iyan qawaida nutqil hurufil qamariyati wash-shamsiyati. Iqro o'qi, al kalimat kalimalar, so'zlar, kalimatidagi oxiridagi kasra n qo'shimchasi, al atiyata quyidagi va uktub yoz, ha ularni bo'lib kalimalarga qaytadi. Ya'ni kalimalarni yoz. Mura'iyan rioya qilmoq, hisobga olmoq, oxiridagi fatha holatini bildiradi. Ya'ni yozish va o'qish holati. Qoida qoidalar, oxiridagi fatha ga qo'shimchasi nutq talaffuz qilmoq, nutq qilmoq, huruf harflar, qamariya qamariy harflar va ash-shamsiya shamsiy harflar. Demak, اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مراعيا قواعد نطق الحروف القمرية والشمسية. Quyidagi so'zlarni o'qi va ularni qamariy va shamsiy harflarni talaffuz qilish qoidasiga rioya qilgan holda
yoz. Soddaroq qilsak, qamariy va shamsiy harflarni talaffuz qilishlik qoidalariga rioya qilgan holda o'qib yozing. Masalan, al-baytu alif-lomdan keyin qamariy harf kelganligi uchun lomga sukun berib talaffuz qilamiz. Addiku, al-mudarrisu, al-babu va hokazo. Qolganini mustaqil bajarasiz. Yangi lug'atlarni ostiga o'zbek tiliga tarjimasini yozib qo'yilgan. 3-darsda umumiy xulosasini chiqarsak, 3-darsda biz 8 ta qoida o'rgandik. Birinchisi, arab tili grammatikasi gapiruvchi talaffuz qilgan so'zlarni va gaplarni tahlil qiladi. Ikkinchisi, arab tilida kalima 3 ga ism, fe'l, harfga bo'linadi. Al-ta'rifiyya ismni avvaliga qo'shiladi, tanvinni yechadi, ma'rifaga aylantiradi. Nakira zehnda umum ma'noni ifodalovchi ism bo'lsa, ma'rifa esa u zehnni tashqarisida muayyanga dalolat qilgan ismdir. Arab tilida 28 ta harf mavjud bo'lsa, ular teng 2 ga 14 ta qamariyga, 14 ta shamsiy harflarga bo'linadi. Alif-lomdan keyin qamariy harflar kelsa, alif-lomning lomini sukunlik yozib, sukunlik talaffuz qilinadi. Alif-lomdan keyin shamsiy harflaridan biri bilan boshlangan so'z kelsa, lom talaffuz qilinmay, shamsiy harf tashdidlik yozilib, tashdidlik talaffuz qilinadi. Alif-lomning alifi gapning boshida kelsa talaffuz qilinadi. O'zidan oldin biror bir so'z kelib qolsa, ya'ni gapning orasida, oxirida kelsa talaffuz qilinmaydi. 3-darsda biz 80 ta yangi lug'atlarni yodladik. 4-darsda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.